Salom. Hammaga salom do'stlar. Muhim yangiliklar bilan efirda men Davron Va men Limona. qiziqarli yangiliklarni eshitishga tayyormisiz? Unda biz boshlaymiz. Bugungi ko'rsatuvda tomosha qiling. Video o'yinlarni kim o'ylab topgan? Dinozavrlar olamiga sayohat qilishga tayyormisiz? Olimlar fazoda ovqat tayyorlashmoqchi. Ob-havo yangiliklarini birga eshitamiz. Barchasi haqida dasturimiz davomida bilib olasiz. Imona, dinozavr qoldiqlarini ko'rganmisan? Yo'q, lekin rosa ko'rgim keladi. Unda navbatni Malikaga beramiz. Salom do'stlar, sizga sarguzashtli filmlar yoqadimi? Menga ayniqsa arxeologlar haqidagi filmlar yoqadi. Tasavvur qiling, g'orda qazishmalar o'tkazilyapti va siz u yerdan qadimiy sirli toshni topib oldingiz. Bu faqat xayol. Lekin bugungi ekskursiyamiz davomida bu xayolni ozgina bo'lsa ham hayotga ko'chirish imkonimiz bor. Chunki biz geologiya muzeyiga tashrif buyurdik. Qani, ketdik. O'zbekiston Davlat geologiya muzeyi 1926-yilda tashkil topgan bo'lib, bir nechta ko'rgazma zallariga ega. U yerda yerning geologik o'zgarish bosqichlari, qadimgi tog' qon sanoat qazilmalari, qadimgi jonzotlar, dinozavrlar qoldiqlari, ularning tosh qotgan qadam izlari, toshlarda muhrlanib qolgan boshqa qadimiy hayvonlarni ko'rish mumkin. Muzeyda mamlakatimizning geologik xilma-xilligidan so'zlovchi 50 mingdan ortiq hayratlanarli va qimmatbaho namunalar saqlanadi. Yaqinda geologiya muzeyi yangi binoga ko'chdi va ko'plab yangiliklar bo'ldi. Hozir hammasini bir boshidan bilib olamiz. Geologiya muzeyida nechta bo'limlari bor? Geologiya muzeyini hozir bugungi kunda muzeyimiz yangi ochilgan-ku, bugungi kunda muzeyimiz 18 tadan ortiq bo'limlari bor. Tashrif buyuruvchilarimiz muzeyga kirishi bilan ekskursantlarimiz shunday tushuntirib berishadiki, yerning paydo bo'lishidan boshlab to bugungi hayotgacha unda qanday o'simlik dunyosi, qanday hayvonot dunyosi, qanaqa foydali qazilma borligi, dinozavrlar hayoti, barcha foydali qazilmalar borligi haqida ma'lumot berib boradilar. Mana bu bo'limimiz dinozavrlar bog'i deb ataladi. Bitta mana shu eksponatlarimizni oladigan bo'lsak, bularni eksponatlarimizni yashaganiga undan taxminan 160-170 million yil ilgari yer yuzida yashagan hayvonot dunyosini, ya'ni dinozavrlarni tosh qotgan qoldiqlarini ko'rish mumkin. Biz dinozavrlarning toshdagi izlarini ko'rdik. Ular haqiqiymi? Albatta haqiqiy. Ko'pchilik so'raydi shu savolni. Bu izlar haqiqiy. Shu dinozavrlar yashagan vaqtda loyli, botqonli sharoit bo'lgan. Dinozavrlarning izi loyli sharoitlarda qolgan. Vaqt o'tishi bilan bular hammasi mana toshga aylangan. Bu izlarni ko'rishingiz mumkin. Ba'zi izlar karnozavr dinozavr izlari bor-da, bu yirtqich dinozavr. Bu dinozavrlar yirtqich dinozavrga даже tirnoqlarning izigacha yaxshi saqlanib qolgan. Ba'zi izlar bor, kamtozavr dinozavrlarning izlari, stegozavr dinozavrlarning izlarini ko'rish mumkin. Bular hammasi haqiqiy izlar. O'sha vaqtda loyli sharoit bo'lgan, hozirda vaqt o'tishi bilan bular hammasi toshga aylangan izlar. Eshitishimiz bo'yicha bu eksponat O'zbekiston hududida topilgan. Bu haqida gapirib bering. Albatta, bu dinozavr skeleti Prexanozavr dinozavr deb nomlanadi. 1961-yilda Toshkent universiteti dotsenti Georgiy Andreyevich Belinkiy hamda uni talabalari tomonidan bu dinozavr skeleti topilgan. 1961-yil noyabr oxiri, dekabr boshlarida 10 kun davomida ekspeditsiya tuzilgan. O'sha Georgiy Andreyevich Belinkiy talabalari tomonidan mana shu dinozavr qazib olishgan. Albatta qazib olingandan keyin buni tekshirish uchun Moskvaga olib ketishgan. U yerda tekshirishgan, uni bizga qaytargan. Buni ba'zi joylar haqiqiy, ba'zi joylar yasama. Bu yerda bir isbotki, ilgari O'zbekistonda dinozavrlar yashaganiga bu bir isbot. O'rdak tumshuqli dinozavr. Tumshug'ini ko'rsangiz, xuddi o'rdaknikiga o'xshaydi. Tishlari mayda, xuddi odamnikiga o'xshaydi. Bu ikki oyoqda harakatlangan. Buni uzunligi tumshug'idan dumini o'zi 4,5 metrgacha borgan. Bu Prexanozavr dinozavri bo'lib, bu o'txo'r dinozavrlar turkumiga kirgan. Dinozavrlar umuman dinozavr so'zini
fanga 1842-yilda angliyalik olim Richard Owen fanga kiritgan. Dinozavr so'zini tarjima qilinganda beo'xshov kaltakesak degan ma'noni bildiradi. O'zbekistonda yashagan dinozavrlar eng kichkinasi jo'jachirdek bo'lgan. Eng kattalari 27 metrdan 33 metrgacha bo'lgan. Kattalarning og'irligi shunga yarasha 50 tonnagacha bo'lgan. Dinozavrlar osmonda ham uchgan, suvda ham bo'lgan, quruqlikda ham bo'lgan. O'sha vaqtda yer yuzida dinozavrlar hukmronlik qilgan. Ushbu muzeyda eng ko'p ko'riladigan eksponat qaysi? Misol uchun bolalar, yosh bolalarimiz uchun, keluvchi tashrif buyuruvchilarimiz uchun albatta mana shu bo'limimiz juda yoqadi. Ya'ni dinozavr skeletlari, dinozavr maketlarini ko'rish mumkin, izlarini ko'rish mumkin. Bolajonlarimizga mana shu bo'limimiz yoqadi. Bundan tashqari juda ham qiziqtiradigan bolalarimizni bo'limlarimiz planetariya bo'limi bor, juda ham qiziq, chiroyli eksponatlarimiz bor. Bularni ko'rish imkoniyatiga ega yosh bolalarcha. Kattalarimiz uchun O'zbekistondan foydali qazilmalar, nafaqat foydali qazilmalar, nafaqat O'zbekistonimizdan, balkim chet davlatlardan keltirilgan juda ham chiroyli minerallarni, foydali qazilmalarni ko'rish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, bu yerda tabiat durdonalarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Geologiya muzeyiga tashrif buyursangiz, o'zingizni xuddi Gollivudning filmlariga tushib qolgandek his qilasiz. Chunki bu yerda hammasi haqiqiy, hayratlanarli va juda qiziqarli. Agar vaqtingizni maroqli va qiziqarli o'tkazishni xohlasangiz, albatta Geologiya muzeyiga tashrif buyuring. Yana keyingi manzillarda ko'rishguncha!